Aka qarang, mebelingizning puli $3000, to'g'rimi? $300 ustiga qo'shib, klient olib kelaman, aytasiz. Bahonada tirikchilik qilamiz, nima deysiz aka? Olib ko'ring, aka. Aytgan do'koning shumidi? Shu aka, Xitoydan kelgan eng zo'r mebelni faqat shu do'konda sotilar ekan. Zo'rini ko'rib qo'yganman aka, yuring ko'rsataman. Ketdi. Mebel yoqdi, zo'r ekan. Endi zo'r bo'ladi aka, eng qizig'i bilasizmi? Xitoydan bularni bitta tanlab olib kelishar ekan. Bunaqasi faqat bizda bo'ladi. Materialni ham qarang, takoy italyanskiy laklardan, sifatli narsalardan ishlatilgan. Bo'ldi, olamiz. Xorbeylar, assalomu alaykum. Va alayhissalom. Mebellar ma'qul keldimi, xudo olasa? Mebel zo'r. Nech pul qilib berasiz, aka? $300 qilib beradi aka. Gaplashib ketdik-ku. Bu aka kim bo'ladi? U sherigim. Billa biznes boshlayotgandik. Shanga chiroyli mebel bor degan uchun keluvdik. Sherigingiz bo'lsalar, hurmatlari uchun 3300 qilib beramiz. Bo'l. Pulni sanab o'tirmadim, aka, ishondim sizga. Ham $300 siz haqingiz. Boysiz bilan kelishdik-ku. Tushunmadim.